Frunski massenatda yaxshi kvartira sotuvga chiqmoqda do'stlar. Kyiv yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi planirovka uylarni 4-qavatdan 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan skvoznoy holatdagi kvartira sotuvga chiqmoqda. Bilasizlar, eski planirovkadan ko'ra yangi planirovkada kvadrati kattaroq bo'ladi. Uyda holatlarni qarang. Juda ham zo'r. Yaxshi holat, ya'ni yorqin ranglardan foydalanib remont qilishgan ekan, qarang. Bu zal qismi radiatorlar qo'yilgan barcha joylariga. Bu tomonda 6 metrli verandasi joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Radiatorlar bu yerga ham qo'yilgan, romlari to'liq akfa romlarda, oshxona jihozlari va gilamlar qoldirilyapti. Uyda qolgan jihozlar kelishilgan holda. Qarang, bu tomoni tashqaridan kirish qismi koridor. Bu tomonni ko'rishingiz mumkin, shkaf qo'yishgan. U shkaf ham qolyapti. To'g'rida esa ikkinchi xonasi, ya'ni yotoqxona qismlari. Ko'rishingiz mumkin, romlar akfa, radiatorlar qo'yilgan. Hojatxona hamda vanna xonalari ham alohida. Bu yerga ham radiatorlar qo'yilgan. Bu yer hojatxonasi, ariston o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu tomon esa oshxonani o'rni, bitta xona qilingan. Hozir narsalar bilan to'ldirib qo'yilib, juda ham kichkina bo'lib ko'rinyapti. Ushbu kvartira 4-qavatda joylashgan, yangi planirovka, remontlarni ko'rib tursangiz juda ham yaxshi, kirib yashashga tayyor holatda, isitish tizimlarigacha mavjud. Ya'ni ortiqcha xarajat qilib o'tirmaysiz. O'zingizga zaruriy jihozlar olib kirib yashashga tayyor holatda. Narxiga keladigan bo'lsa, egalar tomonidan $31,500 baholanyapti. Albatta, kami bor qiziqqonlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'ying, sizlarga bundan ham yaxshilarni ulashib boramiz.